Ka'baning oldida boshiga baxt qushi qo'ngan inson esingizdami? U bilan mo'jiza sodir bo'ldi. Nima mo'jiza deysizmi? Videoni oxirigacha ko'ring, albatta tushunib olasiz. U inson iordaniyalik musulmon bo'lib, oqqon kasalligiga, ya'ni saratonga chalingan ekan. Kuni kecha ijtimoiy tarmoqlarda u mana bu satrlarni yozib qoldirdi. Keling, uning o'zining so'zidan voqeani aytib bersak. Shifokorlar yordam berishga boshqa choralari yo'qligini aytib, kasalxonadan uyga ruxsat berishdi. Hayot bilan vidolashish oldidan Makkaga kelishni, Allohning mehmoni bo'lishni ixtiyor etdim. Oxirgi vido tavofini qilar ekanman, Allohga munojat qildim. Allohim, sog'lik ham, bemorlik ham sening qo'lingda. Agar jonimni olishni istasang, shu yerda baytingda ol. Agar rizqim tugab bitmagan bo'lsa, menga salomatlik ato et. Dardimdan forig'